shu Qodirxon ham tugamadi. O'g'il bola? Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana. Ding. Qulog'imni tagiga taraqlatasam, borlar yo'q, taraqlat. Popinjon. Popinjon. Qurtlaringiz lezginga o'ynayaptimi ichkarida mana? Qilasiz, ha? Yo'q. G'ichiratma, sarindosh bermaydi. Bor yo'q, qarang, yozga kirib yo'q. O'g'il bola sizni jicha apaq qo'yapman. Xafa bo'lgan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Rostdan. Ha, faqat chapillamaysan, yur tez-tez. Ata siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ing ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Jonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shimlar shalvarlar narxi 99 ming so'mdan. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabimni o'ynab. Bret Rose do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tishlikmi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hirosima dasaloyini o'tkazmaganmi? Oka, pulli ovoz asabingizni sal o'ynab qo'ymadim. Yo, pulni ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'xtang, meni bitta sani.